Haqiqiy hayotdan olingan dramatik voqealar asosida yaratilgan Kechir serialining navbatdagi 122-qismi 2025-yil 13 noyabr kuni soat 19 da Sevimli TV kanalida namoyish etiladi. Bu qismda yana ko'plab his-tuyg'ular, og'riq va kechirim mavzusi atrofida ajoyib voqealar kutmoqda. Asosiy qahramon Ilyos, yo'l Kamaz haydovchisi, uning rafiqasi Nasiba esa oddiy uy bekasi. Ularning 2 farzandi bor edi. Ammo Ilyos ikkinchi xotin Hamidani olish niyatida bo'ladi. Nasiba bu og'riqqa chiday olmay, o'z ro'molidan foydalanib joniga qasd qiladi. Ilyos to'yga olib kelgan sovg'a esa ayanchli tarzda dafn marosimida ishlatiladi. 3 kun o'tib, kelinning uyida Nasibaning kundaligi topiladi. Unda u har kuni boshidan kechirgan azoblarini, sevgisini va iztirobini yozib borgan edi. Kechir, bu faqat bir oilaning hikoyasi emas. Bu inson qalbi, kechirim va pushaymonlik haqidagi chuqur o'ylar majmuasi. Serial tomoshabinni har bir epizodda hayotning achchiq saboqlariga duch keltiradi, sevgi va sadoqatning haqiqiy qiymatini ko'rsatadi. Shu bois har bir yangi qism yurakka kirib boradi, tomoshabinni o'ylashga, kechirishga va qadrlashga chorlaydi.